Leksiyalarni davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Endi ikinci leksiyamiz bundaq. Ma yanılıqlar qarab turunjuma. Bugun chislaq 2021-yil 2 ayning 11-kuni hürmetli vatandaşım. Endiki mavzu bunda. Prezident Joe Biden Aksaray'a kirgandan keyin Amerika Davlat Mahkamasining amaldori tunji qatam Tayvanning Amerika turishliq vakili bilan ko'rishdi. Mavzuda xabar 2 ayning 11-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha muvaqqat yordamchi davlat ishlar kotimi Swan Kim 2 ayning 14-kuni Tayvanning Amerika turishliq vakili Su Meichen bilan ko'rishdi. İki taraf ko'ngil biladigan masalalar bo'yicha fikr almashtirdi. Ma jumlalar qaldishgan juma. Bo'libmi? Kechiringlar, bu ko'rishish Prezident Joe Biden Aksaray'a kirgandan keyin Davlat Mahkamasining amaldori Tayvanning Amerika turishliq vakili bilan tunji qatam ko'rishgan bo'lib hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Osiyo Tinch okean ishlari idorasi Twitter'ga yozgan xatida xabarida ikki tarafdan ko'rishganligi to'g'risidagi xabarni tarqatdi. Xabarda bunda ko'rsatildi. Bugun Tayvanning Amerikada turishliq iqtisod, madaniyat, vakolatxonasining vakili Su Meichen bilan ko'rishganligimdan xushal bo'laman dedi. Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha muvaqqat yordamchi davlat ishlar kotimi Swan Kim bu koreyalik bo'lishi kerak. Swan Kim Amerika dal hozir Tayvan bilan bo'lgan munosabatlarni chuqurlashtirib o'tadi. Tayvan yetakchilik o'rnidagi demokratiya va muhim iqtisod bexatarlik sherikimizdir. Bu ko'rishish to'g'risida Tayvan vakolatxonasining vakili Su Meichen matbuot qimunda ko'rsatdi. Men birinchi qatim vaqtliq yordamchi davlat ishlar kotibi bilan ko'rishdim. Amerika ovozining muxbiri suratga tushgan joy Amerika Davlat Mahkamasining ishida deb savol qo'yganda Su Meichen javob berib mundaq dedi. Surat so'zlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi aloqador organlar xabar tarqatgandan keyin Su Meichen o'zining Twitter'dagi adresida Amerika taraf tarqatgan xabarni yana tarqatdi. Hamda mundaq dedi. Bugun Sharqiy Osiyo ishlari bo'yicha muvaqqat yordamchi davlat ishlar kotibi Swan Kim va uning yordamchi ishxona a'zolari bilan ko'rishdim. Biz ikki taraf ko'ngil biladigan nurg'un masalalar bo'yicha suhbatlashdik. Amerika bilan Tayvanning kuchli va keng doiralik munosabatini aks ettirdik. Men ularni bayram shad-xuramligi bilan tabrikladim. Tayvanning Amerika turishliq vakolatxonasining vakili Su Meichen men ularni yana Davlat Mahkamasining amaldorlarini bayram munosabati bilan tabrikladim.